Yo, salom bolalar. Siz bilan Luffy bugun xullas Record kanalida video olamiz. Record yangi kanallardan emas, Record anchadan beri rivojlanib kelayotgan kanal. Просто tak bu bola shorts bilan ko'tarilganiga, shuning uchun ham videolar rekka chiqmayotganiga, shuning uchun ham hozirroq videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi Record 500 ta bo'lishiga oz qoldi. Xudo xolasa bu videoda agar 100 yetsak, albatta sizlarga 60 100 120 100 hatto erib ham berib yuborishimiz mumkin. Shuning uchun ham tezda kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va Recordda Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Mana havolalarda Telegram kanallari ham turibdi. Telegram kanaliga o'tsanglar har xil promo kodlar tashar ekan. O'zim ham ko'rdim. Rostdan ham tashlaydi. Rus kanallaridan asosan olib tashar ekan bu bola ham. Mana o'zim ham rus kanallaridan tashlayman. Joy-joyida tashar ekan, joy-joyida harakat qilib bemalol olishinglar mumkin. Shuning uchun ham hozir kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Day, 1 minut ham shu gap bilan o'tib ketdi. Bo'lmasam bolalar buldiribga ketdi. Mana bolalar buldiribga ham kirib oldik. Boshlashiga bitta botqoqni aylantiramiz, sababi bolalar balansimiz o'zi shundoq ham katta emas, bilasizlar. Shuning uchun sekin aylantiramiz bemalolroq, sababi agar minus olsak bu nestoytni plus bergan bo'l. Baraka plus. Oy, video boshidan o'zi ko'ryapsizlar, 129 tushirib oldik bolalar. Nima bu? Ko'ryapsizlarmi? Luffyni omadi bilan o'ynashmaylar bolalar. Albatta Record kanaliga hozir video olyapmiz. Va joyida bolalar shu yerda 100 chiqarib qo'yamiz. Albatta bu sizlar uchun. IDga e'tibor berasizlar, bu yerda umuman IDning aloqasi yo'q. Любой ID yozib tashlasangiz ham bo'laveradi. Va joyida 100 chiqarib qo'yamiz va 100 agar hozir joyida bergan bo'lsa, albatta bu juda ham zo'r. Manimcha любой 100 ni bersa kerak. Da, 100 berilgan allaqachon. Videoga bitta 60 100 allaqachon qo'yib qo'yildi. Record o'zining Telegram kanaliga isbot tashlaydi albatta. Agar keyingisida ham masalan yana bir marta 60 100 ga chalsak, albatta bunisi o'zim obunachilarimga bo'ladi. Ya'ni bitta bu yoqqa bitta bu yoqqa qilamiz desa ham bo'laveradi. Ko'ryapsizlar, o'zlaring ham Luffyjon har doim sizlarga ishi tarqatadi. Rekram 500 ta bo'lishi bilan katta yuzlarni tarqataman dedi. Shuning uchun ham tezroq Record kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Men bunchalik o'zim obunachilarimga ish tarqata olmayman. Sababi pul Recordniki. Ber shuni ber orqa. Voy, chiroylikka o'xshagandi-ku bolalar. Chiroylikkina narsa edi-ku. Yomon bolalar, yomon. Video o'tticha menimcha 21 ekan. Tak, boshqa narsaga o'tib olamiz. Nima ochsak ekan. Balansni joyida ko'tarib oldik. Bu albatta juda ham zo'r bo'ldi. To'g'risi. Va sizlar uchun ham 100 joyida yechib qo'ydik. Mana shu bunaqa chiroyli o'pin keyslar anchadan beri ko'rmadilaring. Shuning uchun ham joyida like bosib qo'yishlar kerak. Bu yerda tekin keys yo'q, to'g'rimi? Da. Kerakli joyda noob aylantirib ko'ramiz. Noob albatta bersa beradi, bo'lmasa ham yo'q. Asosan olib bitta 4 ta ham 5 ta narsa bo'lardi. O'sha narsani to'liqqa berardi. Hozir o'sha narsani olib tashab, buni harom narsani qo'yib qo'yibdi. Ay. Biz joyda yedirib tashladi noob. Va o'sha botqoqni oldidagi keyslarni aylantirgan menimcha ma'qul, sababi botqoqni o'zi shunday olib menga yoqdi. Oldin ham yana aylantiraman deb qo'ydim, o'shuning uchun ham aylantirdim va hozir albatta plus berdi. Kapitan aylantirganimiz menimcha yaxshi edi ekan. Laboratoriya aylantirib ko'ramiz, sababi laboratoriya ham berganda beradi. Menga zo'r narsalarni ham bergan laboratoriya. Kambek ketgan paytlarim ham bo'lgan bunda. Voy, 10 berdi mablag'. Shu 10 nima bolalar? Shu berishni yaxshi ko'radimi? O'ldirib. Bu yo'lga meni hisob ketmasligimiz kerak to'lqa. 10 bo'lsa 30 to'g'rimi? Da, 30. Tak, kichikroq keyslardan 30 keyslarni aylantirishimiz kerak. Sababi minus olib ko'timizga tiqormasligimiz kerak balansda. Agar ko'timizga tiqoradigan bo'lsak, bu yo'q open keys tez tugab qoladi va o'sha open keys chiroyli chiqqan bo'lsa ham zo'r reki bermaydi. Like soni ko'p bo'lgan taqdirda ham. Mike Wazowskidan ko'ra menimcha mana Ito'cha yaxshi.
itibachchida kamroq narsa, no, mana arjular tushib qolsa normalniy menimcha. To'g'rimi? Arjular tushsa normalniy. Yana bir marta aylantirib ko'ramiz itibachchani. Sababi arjular menimcha cho'tki narsalar bo'lsa kerak. Itibachchida agar arjular tushib turib normalniy bo'lmaydigan bo'lsa, bundan chiq обязательно chiqib ketish kerak. No'rim bo'l. Voy, pidaraz ekan, ko'rdilaring? Yo, bu yoqlardagi o'rimroqmi? Da, bu yoqdagi o'rimroq ekan. Prosta o'sha bo'g'ir narsalarni berayotgan. Kichik hafta aylantirib ko'rish kerak edi bitta. Lekin aylantirib olibman. Shuni ber. Voy, xarosh. Ko'ribsizlar o'zlarini ham bo'llar. Lufijon nomadi bilan. Vashshi meta o'ynash bo'lmaydi. 0.06% narsani tushirib qo'ydik bo'llar. Buni sezsa albatta o'zim obunachilarimga bo'ladi. Anchalik kerak indamasa kerak. Sababi opengisi ham qo'yib beryapman. Xarosh bo'llar. O'sha rekordni ham o'zimga ham obunachilarimga bor. Bu degani bo'lib bitta odam ikkalasini ham yutib olish protsenti bor yokida hazillashdim bo'llar. Ya'ni qaranglar, bitta tarafdan omadinglar kelmasa, ikkinchi tarafda yutib olish protsentilar baland. Rekord kanalida videolar unchalikka chiqqan yo'q. Shuning uchun ham joyida birinchilardan bo'lib qilsanglar, rekordda keyingi videosida aniqlab bitta g'olibga xullas yusi beradi. Mana xuddi shunaqa qilamiz. Bir xil qilamiz, bir xil botda bir xilda qilamiz. Shuning uchun ham maza qilib, xullas yusini olish mazam bo'ldi. Xullas bunaqa zo'r narsalar tushirib olganimdan keyin jin gapirib boryapman. Sababi anchadan beri bu narsalarni tushirmodim. Comebackni ko'rdilaringmi? Sizlar comebackni ko'rdilaringmi? Qancha o'rin bu ham? To'g'rimi? 33, 37 ga 33. Menimcha 'rtacha. 'rtacha bo'ldi. Opengaze normalniy bo'lyapti. Pulga opengaze anchadan beri qilmadim sababi akkauntda. Normalniy bo'l. Iltimos please. Voy, 15. Menimcha balans cho'tki narsa edi. Lekin menimcha pasini berib qo'ydi. Yo'q, shundoq ham 15 edi ekan bu. Hazırlash. Davay bitta zo'ridan berib olgin jigarim. Voy, shuni bermasada, bor shu eng yomon ko'rgan narsam. Tak, bo'lib, o'sha pastdagi kezlardan aylantiramiz, bilmadim endi. To'g'risi. Sababi u bermayapti, ko'ribsizlar o'zlarini. Bulpas ko'tarib qo'yishim kerakli. Joyda shu Ryanni aylantirib yuboraydi bo'ldi. Yo. Skuf anandaqada normalniy lekin. Standoffda shuning uchun skuf aylantiramiz. Risk bor joyda bilasizlar normalniyroq beradi. Shu joyda tamom qo'ymasanglar bo'lmaydi. Bunaqa omadli opengaze'ni umuman ko'rmagansizlar. Sababi bunaqa kambeklarda qayerda ko'ryapsizlar? Ko'ryapsizlar 180 100 bir balo narsalar tushirib olyapmiz, barobatdan narsalar. O'zimning kanalimda ham bunaqa opengaze bo'lmagandi, sababi bo'lgan, prosta bunchalik ham qilmagan bo'lsa kerak. Shuni ber, men uchun o'rim. Voy, xarosh. Joyda yana bitta aylantirib ko'ramiz, sababi bo'lgan normal narsalar yo'q. Bunda PUBG'da yo'q. Qanaqa? Xarosh. Ko'ribsizlar, comeback normalniy bo'ladi. Qochish kerak, skufdan o'zi bermaydi. 2 marta berdi. Bittachi comeback berdi. Zo'r bermadi, zo'r, lekin 50 ga chiqarib oldik xatyabi. Bizlar nima standoffda faqat aylantiryapmiz, sabab bo'ldi. Narsa bo'ladi endi. Tak, standoffdan undaqa borda. Bulpas bor, o'sha bulpas ko'taryapmiz. Tak, risk bir balo narsalar ham qo'raveramiz endi, sabab 2 marta yusi chiqarib qo'ydik allaqachon. Berib qolsa albatta juda ham chiroyli ish bo'ladi yana. Yusiga chiqib qo'yish kerak-ku. Voy! Xarosh. Peshonasidan o'pib qo'ysam ham yaxshi. Xarosh. Menimcha bu o'qlarni berib qo'ydim, turdim. Buni to'g'risi o'zim. Voy, vot. 118 berganda zo'r bo'lardi. Svoyt mana. Svoyt. Voy, 200 edik. Mayli bo'lib pastdan aylantiramiz yana, sababi bu balans bo'q bo'ldi menimcha. To'g'rimi? Ko'kdan aylantirsammikin?
ko'k aylantirish hozir xatolar ekan. Ancha olib chiqib ketganman sabab. Velvet oyoqlarida bitta juda ham katta protsentli narsa bor, shuning uchun aylantirish. Mana. Mana aylantiraman deyman, aylantiraman-da. Qoramni chiqarib turmasam bo'ldi. Borku. Yo, yangilandi bu, aytmoq. Bitta bo'q narsasi bor, to'g'rimi? O'ta ham bo'q narsa edi shuninglar. Unlar menda bo'lmasdi. Bo'q narsani o'rniga baribir bo'q narsa qo'shadi. Bilasizlarmi? Bo'q narsani o'rniga bo'q narsa qo'shmasa hech qachon maza qilmaydi. Voy, isqirdi. Nima qilibdi bu bolalar? Nima qilibdi bu? Aylan, davay, bitta ber endi oxirida. Bitta majdachaysizlar o'zi oxirida bitta kambek qilib beryapti o'zi. Bu haromga bermayapti. Qilib bergan yo'q, bola qilib bergan yo'q. Kambek yo'q. Nima kambek bo'lmadi? Nega kambek bo'lmadi? Video 11 minutlik bo'lgan, o'rtacha. Videoni hozir to'xtatgan taqdirimizda ham o'rtacha video chiqdi allaqachon. Sababi 2 marta yuziga oldi. Atiga 6000 so'm bilan. Tak. Joyida. Havo ochiramiz, sababi suv bermayapti. Havo ochib beramiz. Xorcha bermasin faqat. Mana shu 3 ta narsani bermasa, ishonasiz deb ham kam. Voy, хороший, norm menimcha. Nima bu bo'ldi? Mana normalniy ekan, harom narsadan. Harom ekan u. Barib kichkina gezdan kambek kutishni estoydi. Juda zo'r. Nasabimiz qoldi. Men xulosa bir bo'lib turibdi. Tekin balans ishlatmaganmiz-ku biz. Allaqachon bergan bo'lish kerak edi. Bitta. Sabab bitta ham tekin balans qo'shganimiz yo'q o'shiga. Sapyor bir balobatlarlar deb yozdi-yu menga. Atak, umid qil hali bir balobatlar. Bos va umid qil, bomba chiqmasligiga deb yozdi-yu. Yallat. Nafsim ochliq qilyapti. Voy o'zim nafsim ochliq. Voy, ber oxirida ber, bor bitta, please jigar. Yo, bermaydi. O'zi bermaydi bolalar. Xullas bay bolalar, sizlar bilan Lufijon bo'ldi va elim Record kanaliga joyida obuna bo'linglar. 10 martadan so'rayman. Ko'ribsizlarmi? Endi opingiz qilib berganimdan so'rayman. Xullas bay.